Assalomu alaykum hurmatli Fors tili Buxoro kanali kuzatuvchilari. Bugungi yangi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz kishilik olmoshlari va ot kesimli sodda yig'i gapda kesimlik shaklining tuslanishi bo'lib hisoblanadi. Har bir tilda mavjud bo'lganligi kabi Fors tilida ham kishilik olmoshlari mavjud. Ya'ni o'zbek tilidagi men, sen, u, biz, siz, ular qanday bo'lishini hozir ko'ramiz. Demak, birinchi shaxs birlikda, ya'ni o'zbek tilidagi men so'zi fors tilida man bo'ladi. Ikkinchisi sen tu bo'ladi va uchinchisi esa u fors tilida ham u bo'ladi. Bu yerda qo'shimcha ravishda qavs ichida vey ni yozib qo'yganmiz. Vey so'zlashuv uslubida keladi. Adabiy tilda deyarli ishlatilmaydi. Bu demak birlik. Men bu man, sen bu tu, u bu u bo'lib hisoblanadi. Ko'pligimiz, ya'ni biz mo, siz shomo, ular onho bo'ladi. Bu yerda ham qavs ichida ishon so'zini berganmiz. Ishon so'zi ham ular degan ma'noni bildiradi-yu, faqat qo'shimcha ravishda ularga nisbatan so'zlovchining hurmati balandligini bildiradi. Demak, mo biz, shomo siz, onho yoki ishon ular bo'lib hisoblanadi. Hozir aytganimizdek, ishon so'zini ishlatganda ularga nisbatan hurmatingiz balandligini bildiradi. Xo'p, endi oldingi darslarda aytganmizki, uchinchi shaxs birlikda ot kesimda ast bo'ladi. Ast o'zbek tiliga dir shaklini beradi deb kelganmiz. Ana endi astning tuslanishini ko'ramiz. Ya'ni ast qolgan shaxs va sonlarida ot kesimini tuslangan holatida o'zgarishga yuz tutadi. Ya'ni ast o'rnida uchinchi shaxs birlikdan tashqari barcha shaxs sonlarda hast so'ziga o'tadi va uning ortidan shaxs son qo'shimchalari qo'shiladi. Takrorlayman, uchinchi shaxs birlikda ast o'z holida qoladi. Qolgan barcha shaxs sonlarda hast so'ziga o'zgaradi, ast va undan keyin har bir shaxs sonning o'ziga xos qo'shimchalari o'shalar qo'yiladi. Demak, hozir aytib o'tganimizdek, ast bog'lamasi qolgan shaxs sonlarda tuslanish jarayonida birinchidan hastga o'zgaradi va shaxs son qo'shimchalari qo'shiladi. Hozir doskaga yozilganda diqqat qiladigan bo'lsak, mana o'qiymiz. Man, pezeshk, hastam, ya'ni men vrachman. Mana bu yerda hast o'zi asling o'zgargan shakli va am shaxs son qo'shimchasi. Ya'ni men vrachman. Tu, pezeshk, hasti. Ya'ni sen vrachsan. Hast o'z holida va i shaxs son qo'shimchasi. Uchinchi shaxs birlikda u, pezeshk, ast. Ya'ni aytdik, ast o'zgarmaydi, o'z holida qoladi, ya'ni u vrachdir. Ko'pligini ko'radigan bo'lsak, mo, pezeshk, hastim. Ya'ni biz vrachmiz. Shomo, pezeshk, hastit. Sizlar vrachsizlar. Onho, pezeshk, hastan. Ular vrachdirlar. Ya'ni ushbu holatlarda ko'ryapmiz, hast, hast qolyapti-yu, ulardan keyin shaxs son qo'shimchalar. Birinchi shaxs birlikda am, ikkinchi shaxs birlikda i, uchinchi shaxs birligi esa o'z holida saqlanadi, ast. Uchinchi shaxs ko'plikda hastdan keyin im shaxs son qo'shimchasi qo'shilyapti. Ikkinchi shaxs ko'plikda hastdan keyin id shaxs son qo'shimchasi qo'shilyapti va uchinchi shaxs ko'plikda hastdan keyin an shaxs son qo'shimchalari qo'shilyapti. Demak, aytganimizdek, ast tuslanganda uchinchi shaxs birlikdan boshqa barcha shaxs sonlarda hastga o'zgaradi va shaxs son qo'shimchalari qo'shiladi. Ushbu yozganimiz mana shularning amaliy ko'rinishi bo'lib hisoblanadi. Endi astning bo'lish shaklini ko'ramiz. Ya'ni o'zbek tilida dirning bo'lish shakli emas bo'ladi. Ya'ni men vrach emasman, sen vrach emassan, u vrach emas kabi bo'ladi. Uning shakllanish jarayonini ko'ramiz. Birinchidan ast o'sha dir uning bo'lish shaklini hosil qilishi undan oldin na qo'shiladi. Ya'ni na inkor yuklamasi astga qo'shilganda nist hosil bo'ladi. Ya'ni hastning teskarisi, ziddi va unga boyagidek shaxs son qo'shimchalari qo'shiladi. Natija quyidagicha bo'ladi. Man, pezeshk, nistam, ya'ni men vrach emasman. Tu, pezeshk, nisti, sen vrach emassan va u, pezeshk, nist, ya'ni u vrach emasdir. Ko'plikda mo, pezeshk, nistim, biz vrach emasmiz. Shomo, pezeshk, nistit, sizlar vrach emassizlar. Onho, pezeshk, nistan. Ya'ni ular vrach emaslar bo'ladi. Endi
K, ya'ni kim so'ra olmoshining tuslanishini ko'ramiz. Buning uchun avval K ga asni qo'shamiz. Chunki fors tilida dir albatta bo'ladi. Natijada kist kelib chiqadi va unga shaxs son qo'shimchalari qo'shiladi. Tuslanish quyidagicha: man kistam, ya'ni men kimman. Tö kisti, ya'ni sen kimsan. U kist, u kimdir, ya'ni biz u kim deb qo'ya qolamiz. Ko'plikda mo kistim, biz kimmiz. Shemo kistit, sizlar kimsizlar. Onho kistan, ular kimlar bo'ladi. Endi bugun ko'rib o'tganimiz mavzu bo'yicha bir nechta gaplarni ko'rib chiqamiz. Demak, tö kisti, ya'ni sen kimsan javobi: man donishju hastam, ya'ni men talabaman. Keyingisi on mard kist, ya'ni u kishi kim? Javobi: on mard ronande ast, ya'ni u kishi haydovchidir. Keyingi gapimiz inzan kist, ya'ni bu ayol kim? Javobi: inzan omuzgor ast, ya'ni bu ayol maktab o'qituvchisidir. Keyingi savolimiz on pesar kist, ya'ni u o'g'il bola kim? Javobi: on pesar shogird ast, ya'ni u o'g'il bola shogird, ya'ni o'quvchidir. Keyingi savol on doktor chekori ast, u qiz bola kim? On doktor donishju ast, ya'ni u qiz talabadir. Past tö kisti, xo'p, sen kimsan? Man donishyor hastam, men o'qituvchiman, ya'ni donishyor oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisiga aytiladi. Omuzgor deb esa maktab o'qituvchisiga nisbatan ishlatiladi. Har ikkalasi o'qituvchi ma'nosini bildiradi. Omuzgor maktab o'qituvchisiga nisbatan ishlatiladi, donishyor esa oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisiga nisbatan ishlatiladi. Bugungi mavzumiz qisqacha mana shulardan iborat edi. Ko'proq o'qib, qayta takrorlasalaringiz yaxshiroq xotirada qoladi. Yozish ham xotirada saqlashning yaxshi bir uslubi bo'lib hisoblanadi. Qancha ko'p yozsak, o'zaro muloqotda bo'lsak, shuncha yaxshi xotiramizda saqlanadi. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'linglar, boshqalarga bo'lishinglar. Xayr, doimo salomat bo'linglar.